Assalomu alaykum. Navbatdagi Django darsimizga xush kelibsizlar. Ushbu darsimiz Djangoda templates va static fayllarga qaratiladi. Demak, ushbu darsimiz mobaynida sizlar bilan template shablonlar bilan ishlashni o'rganamiz va static fayllarni bog'lash haqida, o'zi static fayllar nima, o'shalar haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Demak, dastlab static nima edi? Templatelar. Bular o'zi nima? O'zbek tiliga bularni shablonlar deb aytishadi. Ya'ni siz HTML kod orqali shunaqa bir tuzilma yaratasiz va uni ichida qiymati o'zgaradigan joylar bo'ladi-ku, misol uchun kimgadir salom beradigan yoki xullas foydalanuvchiga aloqador ma'lumotlarni qo'yib, o'zini tuzilmasini o'zgartiradigan narsalarni dinamik HTML fayllarimizni biz shablonlar deb nomlashimiz mumkin ekan. Biz shablonlarni yozishda Jinja 2 degan shablondan foydalanamiz. Bu bizga HTML ning ichida o'sha nima deydi? Belgilarimizni, o'zimizni o'zgaruvchilarimizni qo'yishda, o'zini filtrlari, o'zini taglaridan, imkoniyatlaridan foydalanishda taklif qiladi Jinja 2. U ham ancha qiziq, ancha ko'p narsalarga ega. Bugungi darsimizda ularning aksariyatini ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Ko'pchiligini. Xo'p, keyin static fayllar. Static fayllar qanaqa bo'ladi? Static fayllar bu CSS, JS va bizning rasmlarimiz, videolarimiz shunaqa qotib turadigan fayllar bo'ladi-ku. Misol uchun CSS kodi bitta yoziladi, keyin u tahrirlanmaydi. Ya'ni dastur ishlab turgan paytida o'zidan o'zi o'zgarib ketmaydi CSS kodlar bilasizlar. Keyin JavaScript kodlari, ular ham ma'lum bir shartlar asosida avvaldan yozib qo'yiladi, to'g'rimi? Ular ham qotib turadigan kodlar bo'lgancha, ular ham static deb aytiladi. Rasmlar, videolar, bular ham static sifatida qaraladi ularga. Demak, static fayl deganim shular. Bizani mana shu Django loyihamizga o'sha fayllarni qanday bog'lashni, shu static fayllar bilan ishlash qismida o'rganamiz. Demak, reja tushunarli. Unda dastlab appimizni yaratib olsak. Bu yerda hozir virtual nuqta yaratilib, unga Django o'rnatilib, undan keyin loyiha yaratib qo'yilgan, ko'rib turganingizdek. Biz unga app qo'shaversak bo'ldi. Vaqtimiz ketmasligi uchun bu jarayonlarni avvaldan qilib qo'ydik. Xo'p, mana appimiz yaratilganda endi uni konfiguratsiya faylimizni, settings fayl, config package-ni settings qismiga qo'shib qo'yamiz. Demak, mana bu yerga app1. Bu nazariy dars bo'lgani uchun buni shunchaki app1 deb nomlab ketdim. Keling, yurak qismini ham to'g'rilab qo'yaylik, keyin qaytib kelib bermaymiz. Include mana bu yerda include deyapman, uzr. Mana bu pass bo'ladi. Pass include upper URLs. Xo'p, demak, settings qismida boshqa ishimiz yo'q. Bu yerda ishimiz qolmadi. Endi bemalol app ichida ishlasak bo'ladi. Xo'p, templatelar qanaqa yozilishi kerak? Qayerda qo'yilishi kerak? Xo'p, biz HTML fayllar bilan ishlaymiz dedik. HTML fayl o'zi nima deydiganlar bo'lishi mumkin oramizda. HTML fayl bilan veb-saytning asosi. Ya'ni, mana shu ko'rayotgan veb-saytlaringiz bo'ladi-ku, misol uchun Google aytaylik, mana bu sahifani olaylik. Mana bu sahifani HTML kodlar orqali tashkil qilishadi. Ya'ni buni asosi HTML dan yoziladi. Undan keyin esa o'sha HTML da yozilgan narsalar, elementlarni tartibga solish uchun CSS kodlardan foydalanishadi. Mana bu tugmalarga bosganda nimadirlar bo'lishi uchun JavaScript kodlardan foydalaniladi. Mana bu yerda rasm chiqib turibdi. Bu static fayl, ko'rganingizdek. Mana shunaqa narsalar. Kodga qiziqsangiz mana inspect qilib turib kodini ko'rsa ham bo'ladi. Mana bu sahifani, mana bu HTML kodlar. Mana shular HTML deyiladi. Mana. Maslahatim, bu darsdan oldin HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript kabi texnologiyalardan biroz tushuncha hosil qilib oling. Sababi keyingi darslarimizda biz Bootstrap ishlatamiz CSS o'rniga. Sababi CSSda ortiqcha vaqt sarflagim yo'q. Bootstrapda tezroq dizayn qilib ketamiz. Va sizdan mana shu HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript bo'yicha ba'zi tushunchalarni egallab olishingizni maslahat berardim keyingi darslarimizgacha. Xo'p, endi demak, templatelarni qanday qo'shish haqida gaplashayotgandik. App1 ni qayerda joylashtirishimiz kerak? Umuman olganda templatelarni ishlatishda bir ikki xil usullari bor. Ulardan biri appni ichida template papkasini yaratib, keyin esa o'sha app nomidagi papkani yaratib, undan keyin ichiga templatelar joylashtirish mumkin deb aytishadi. Ya'ni misol uchun qaranglar. Mana bu yerda templates deb papka yaratyapmiz. Templates. Mana shunday. Bu kichik bilan yaratsangiz ham baribir farqi yo'q edi adashmasam. Templates deysizda, keyin esa uni ichiga app1 deb yozamiz. App1 papka yaratamiz. Ya'ni mana bu app1 bo'lgani uchun appimizning nomi app1 edi. Shuning uchun mana bu yerda app1 deb papka yaratdim. Keyin uni ichida
uni ichida HTML faylingizni yozishingiz mumkin. Misol uchun base HTML yoki hello HTML mana yozdik. Va shu demak HTML fayl hisoblanadi va bu yerda bemalol nimadir yozsangiz, o'sha sahifada chiqadi. Misol uchun salom dunyo. Yozdik. Endi buni qanday chiqaramiz? Buni chiqarishda bitta zo'r yo'li bor. Render degan narsa bor-ku, undan oldin bittasini ko'rsatmoqchiman sizga. From Django Tools tak generic view la qayerda ekan? Views generic import mana template view degani bor. Mana. Demak, views degan bittasida Djangodan views o'tamiz, keyin generic degan o'tsak, bu yerda template view degani bor. Mana, template view. Bu qanaqa ishlaydi? Bunda class yaratasizlar mana. Class deymizda, misol uchun hello view degan class yaratdim va meros oladigan template view bo'ladi. Template viewdan meros oladida, keyin ichida ko'rsatamiz. Template name misol uchun qaranglar, template name degani bor. O'zi tayyorlab qo'yibdi o'zgaruvchi nomini. Mana shu template name deganga template'imizni manzilini beramiz. Qayerda turibdi? Qaranglar, templates degan papka bor. Django mana shu templates degan papkani qidiradi va uni ichidan bizga mana shu yozayotgan shablonimizni qidiradi. Ya'ni biz hozir manzil bermoqchi bo'lsak, upper hello html deb kirsak bo'ldi. Shuni o'zi yetarli demoqchiman. Upper hello.html. Mana. Shunday qilib qo'ysak yetadi. Mana sizga oddiy view yozdik. Mana shu shablonni ochib beradi. Endi hello view deganimizda bu yoqdagi URL degan papkada modulda path qo'shib qo'yishimiz kerak. URLimizni qo'shib qo'yishimiz kerak. Xullas ko'ramiz. From Django URLs import path URL patterns. Xo'p. Tak. Mana shu URL modulni yozayotganda ko'pchilik xato qilib qo'yishi mumkin. Misol uchun qayerlarda xato ketadi. O'sha xatoliklar to'g'risida umuman mana shu amaliyot qilish paytida o'tgan narsamizda, mana shu o'tgan narsalarimiz bo'yicha chiqadigan ba'zi xatoliklar haqida tavsif berib o'tildi. Agar sizda qandaydir xatoliklar yuzaga kelgan bo'lsa, o'sha videoni ham ko'rib chiqishda va keyinchalik o'sha xato chiqqanda ikkilanmasdan tezda tuzatib ketish yo'llarini o'rganib qo'yishni maslahat berardim. Xo'p, ichi bo'sh turgan holatda biz nariga viewimizni ochib berishimiz kerak. Chaqirib olamiz. E'tibor bering, mana shu chaqirishda ehtiyot bo'linglar. Chaqirish paytida xohlasanglar upper.views deb ko'rsatinglar yoki .views deb ko'rsatinglar. Mana shu nima deydi, URL modulimiz qayerda turgan bo'lsa, o'sha yerdagi, o'sha papka ichidagi views modulini nazarda tutyapman deb tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, hello view klassini chaqiramiz va qaranglar, hello view odatda viewlar funksiya ko'rinishida yoziladi. Klasslar esa sal boshqacharoq. Buni sview deb metod bilan ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi klasslarni. Mana. Agar siz funksiya orqali ko'rsatayotgan bo'lsangiz, unda shunchaki hello view nomini yozib qo'ysangiz bo'lardi. Lekin klass bilan kelgan paytingizda sview metodini qo'shib qo'yish kerak bo'ladi. Shunaqa qoidasi bor. Bunga nom berib ketamiz. Nomi hello. Misol uchun. Xo'p, endi bu loyihani ishga tushirib ko'rsa bo'ladi. Ishlatib ko'ramiz. Python manage run server deb yozib ishga tushirar edik. Mana bu manzilni olaman, nusxaladim, bu yoqqa tashlayman. Tashlasam mana salom dunyo degan so'z chiqib keldi. Ko'ryapsiz, mana HTML dan ochib berdik mana shu yerda. Endi keyingi narsa yaxshi, bu chiqarsak bo'lar ekan. Endi bu shablonmi sizningcha? Yo'q, bu shablon emas. Bu statikka o'xshash narsa bo'lib qoldi. Ya'ni bu hech qachon o'zgarmaydi. Mana shunaqa chiqib kelaveradi har safar. Agar qandaydir qiymatlar bilan o'zgarib dinamik bo'ladigan bo'lsa, unda bu nima bo'ladi? Shablon bo'ladi. Shablon hisoblanishi uchun biz unga nima qo'shishimiz kerak ekan? Demak, hozir kontekst yo'naltirsak, bu haqiqiy shablon ko'rinishga keladigan bo'ladi. Misol uchun bizda hozir extra context degan narsa bor edi. Extra context. Extra context adashmasam shunday edi. Xo'p, bunga misol uchun name dedim. Name teng Odilbek. Va bu yoqqa kelamizda mana bu yerga kelib turib yozasiz. Qarang, bu shablon endi. Shablon yozayotganimiz qarang. Name dedim. Ko'rasiz, hozir tushuntirib beraman buni nimaligini. Xo'p, yangilab ko'ramiz. Nima bo'ldi? Xatolik bo'ldimi?
Xo'sh, ko'raylikchi. Syntax error. Qavsda xato ketibdi-yu. Qavsda xato ketibdi, to'g'rilab qo'yamiz. Ana. Salom Odilbek. Xo'p, nima qildik? Qaranglar. Extra context bu nima o'zi? Extra context bu shablonga qiymat olib kirish, ya'ni o'zgaruvchilar olib kirish desanglar ham bo'ladi. Name degan o'zgaruvchida Odilbek ismini olib kirdik. Va shu nima edi shablonimizga. Endi hello html da nima qildik? Hello html da mana salom deb turib, mana bu yerda shablonni ishlatyapmiz. Qaranglar, mana bu shablon. Ya'ni bu qavslar odatda o'zgaruvchilarda qiymatlarni olib kelayotgan paytingizda kerak bo'ladi. Shu name kabi narsani qiymatini olib kelayotganda ikkita jingli qavs ichida ularni chaqirar ekanmiz. Bu shablonda nima deydi? Sintaksisi hisoblanadi. Ko'rib turgansiz. Jinja 2 shablonini sintaksisi shunaqa bo'ladi. Demak, o'zgaruvchilar uchun ikkita qavs qo'yiladi. Mana shunaqa jinglak. Agar qanaqadir tag ishlatmoqchi bo'lsangiz, ya'ni if, else, for shunaqa narsa ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana shu HTML ichida unda jinglak qavs va foiz belgisi qo'yiladi. Kelinglar o'sha narsani ham ko'ramiz hozir sizlar bilan. Ya'ni for loop qanaqa ishlaydi bu yerda? Uzr. Xo'p, qaranglar. For loop ishlatmoqchimiz, misol uchun mevalar ro'yxati. Fruits degan o'zgaruvchimiz bo'lsin. Fruits. Xo'p, mana ro'yxat qilyapmiz. Fruits olma, anor, uzum. Mana. Uzr, biroz shamollashim bor shekilli. Xo'p, qaranglar. Misol uchun fruits degan nom qo'ydik bu yerga. Xo'p, mana mevalarni o'zgaruvchini chaqiryapmiz. Bo'ldi. Fruits. Ko'rib tursa, endi bu yoqqa o'taman. Bu yoqqa kelamanda yozaman. Fruitsni shundoq chaqirsam nima chiqadi deb o'ylaysiz? Shundoq o'zini chaqiraman mana. Ko'ramiz. Mana, list ko'rinishida shundoq chiqib keldi. Endi bu salom bo'lmaydi, salomni o'chirib tashlaylik. Ko'rib turganingizdek Pythondagi o'sha list holatida chiqib kelmoqda. Biz buni for loop qilib, mana bunaqa noqulay holatdan chiqarishimiz mumkin for loop orqali. Bizda HTML da UL tagi bor. UL. Bu tasdiqlanmagan listlar uchun mo'ljallangan. UL deymizda, mana bu yerda for ishlatamiz, qaranglar. For ishlatish paytida mana bunday qo'yasizlar va for endi bu qarang, bu o'zgaruvchi emas-da, bu tag deb aytiladi bu yerda hozir. Tag deb qaraladi. Shuning uchun ikkita foiz qo'yiladi. Mana qaranglar. Va shunaqa qilib ishlash kerak bo'ladi bunda. Jinglak qavs ochamiz va ichida ikkita foiz belgisini qo'yamiz. Shunda keyin ichida for yozish mumkin. Misol uchun for deymiz, fruit in fruits. Mana. Mevalardan mevani olamiz va mana bu yerda misol uchun litiga bo'ladi. Litigani bu list item degani, ya'ni ro'yxatni elementi. Uning ichiga fruit joylashtirmoqchiman. Qanday joylashtiraman? Endi bu tag emas, endi bu o'zgaruvchi, qaranglar. Endi bu o'zgaruvchi. Shuning uchun ikkita jinglak qavs qo'yamiz va fruit deymiz. Mana. Endi formimizda qayerda tugashini bildirishga, mana shu takrorlanish qayerda tugaydi. Odatda Pythonda ham shunaqa belgilab qo'yamiz. Misol uchun 4 ta ichkariga yozib qo'ysak, tashqariga chiqib qolsak, for tugagan bo'lardi. Bu yerda esa siz end for degan tagda yozishingiz kerak bo'ladi. HTML da diqqat qilinglar. Mana bu taglarni qanchalik ichkarida yozyapsiz yoki yonida yozyapsiz, buni farqi yo'q-da. Shuning uchun bu yerda nima edi, bu joy tashlashlar muhim emas. Biz dizayn, ya'ni kodimizni chiroyi uchun shunaqa joy tashlab yozyapmiz. Lekin aslida bu narsa muhim emas. Shuning uchun ham bu yerda mana bunaqa tag yoziladi, end for deb tugayotganligi. Endi bu yoqda ko'radigan bo'lsak, mana olma, anor, uzum tartibli ro'yxat bo'lib chiqib keldi. Agar bu raqamlanishni xohlasanglar, shunchaki UL deganini OL ga o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. 1 2 3 bo'ldi. Pastdagi ham qolib ketmasin, OL bo'lib turishi kerak. Bo'ldi. Mana shunaqa qilib ishlayveramiz. Demak, bu listlarni chiqarish ekan. Shu listlar bilan ishlash. Misol uchun endi qarang. Bizda foydalanuvchilar ma'lumotlari bor deylik. Foydalanuvchi ma'lumotlari keltirilgan list lug'atlarimiz bor. Xo'sh, quyidagicha qarang. Misol uchun Odilbek degan foydalanuvchi. Odilbek degan foydalanuvchi bor va uni ichida nimalar bor? Misol uchun qanday ma'lumotlar kirsam ekan, hozir ikkilanib qoldim. Nimalar kiritishda, misol uchun Telegramdagi sahifasi nima,
No, keling men haqimda emas, boshqa bir nima edi, odamlar haqida yozaylik. Misol uchun Ali degan foydalanuvchimiz bor deylik. Uning yoshi taxminan 30 da bo'lsin. Yoshi 30 da millati o'zbek. Mana shunaqa bir nechta foydalanuvchimiz bor deylik. Mana. Ali misol uchun keyin yana Vali bor deylik. Mana Vali Sherali misol uchun mana. Xolos, bir nechta foydalanuvchimiz bor. Bittasi 32 yoshda, bittasi 31, bittasi 30 yoshda deylik. Mana. Bir nechta foydalanuvchimiz bo'ldi. Fruits emas, endi bular users bo'ldi. Users. Endi mana bu yerga kelamanda users deb ko'rsatib qo'yaman o'zgarishimni. Xo'p, endi mana buni ham tahlillash kerak albatta. Kontekstdagi nomini ham. Kontekstdagi nomini ham tahlilladik. Qayerdadir sintaksis xato yo'qmi? Mana shunda xato ketibdi. Qavsda menimcha. Mana bo'ldi. Tayyor. Endi buni ishlatish uchun qaranglar, Ali Vali shunaqa bo'lib qoldi. Buni qanaqa ishlatardik? Lug'atda ichidan keladigan bo'lib qoldi-da bu narsa hozir bizda. Sal g'alatiroq bo'lib qoldi. Keling buni nima qilamiz? List qilib ishlataylik. Osonroq bo'ladi biz uchun. List bo'lib tura qolsin. Aslida list qilib ishlatmoqchi bo'lgandim, nimagadir chalg'ib masal. Hop, qarang. Mana bu Ali degan qismi, mana bu lug'atda ichiga kiradi, ya'ni bunday qilamizda, ichida name degan qism bo'ladi. Name Ali bo'ladi. Mana. Mana shunaqa qilib yozamiz endi. Sher Ali. Ana, endi to'g'riroq bo'ldi. Mana shu bilan ishlash sal osonroq biz uchun. Mana shunaqa ma'lumotlar bilan ishlash. Endi qarang, shablon qilishga ham oson bo'ladi. Biz mana bu yerda fruits o'rniga nima qilamiz? Users deymiz. Users fruit o'rniga user deb yozib qo'yamiz. User. Xo'p, endi mana bu yerda user degan chiqarmoqchi bo'lyapmiz-ku, lekin buni sal boshqacha qilamiz. Qaranglar. Bu yerda tak li bo'ladi, shu yozamizda. Mana shunaqa ichiga kirasizlarda, keyin nima qilasizlar? User deymizda nuqta name deymiz mana. User nuqta name. Demak, e'tibor bering, bu yoqda biza nima qilgandik? Views ichida mana bunaqa name degan narsasi bor edi. Ko'rtini yozaylik. Qayerdadir qizarish bormi deyman? Bu mana bu yerda ko'rsatyapti. Nima gap? Qayerda qizarish? To'g'ri. Mana bu yerda virgul qolib ketibdi. Mana. Alalarni qo'shganlarimizdan keyin virgul qolib ketibdi. Shunga xato beryapti ekan. Mana bo'ldi. Xo'p, endi bu yoqqa qaytamizda, qaranglar. To'g'ri, ana shu yerda lug'at bor. Userda kirasizlar, misol uchun aylanayapmiz-da. Misol uchun dastlab mana bu qismda oldi deylik. Mana buni oladi. Olganida name degan kalit orqali alini, yoshi degan orqali 30 ni olishimiz mumkin, millati degan orqali o'zbekni olishimiz mumkin. Keyin mana buni kichik qilib qo'ygan ma'qul boshidagi harflarini. Kichkina qilib yozish qulayroq bo'ladi. Odatda. Xo'p, endi mana bu yerda user name bo'ldi. Keyin yana yozishimiz mumkin. Uni ichiga o'tib olib, qaranglar. Li ni ichiga o'tib olib, yana li yozish mumkin. Da shunday edi, adashmasam. Li ni ichiga o'tib olib, yana ul midi? Nima qilardi? Hozir esimdan chiqib qoldi. Balki yana ul yozardimiz, adashmasam. Ko'raylikchi. Hozir bu ol bo'lib turibdi ekan. Shuni ul qilaylik. Mana. Xo'p. Hozir aniq eslolmayapman, yozib ko'ramiz qani. ul degan, demak ul deb turib li deymiz. Ichmaycha yozish mumkin-da shunaqa qilib. Misol uchun name ga ichida endi yana nimalar bor edi? Yoshi bor edi, misol uchun yoshi. User age deymiz. Yana nimasi bor edi? Yoshini kiritdik, keyin millatini kiritdik. Millati.
Mana shu holatda ko'radigan bo'lsak, bizda mana bunaqa narsa hozir bo'pti. Ali, vali deb turib. Mana bu qiymatlar kelmabdi lekin. Ha, mana bu yoshi edi. To'g'ri. Mana bu yoshi deb yozilishi kerak edi. Keyin millati degan nimaga kelmadi? Mana millati degani olib ko'ramiz, mana qo'yamiz. Menimcha qayerdadir xato ketgan. Qo'shilib qolibdi. Mana qavslar bilan sal uzoqroq qilib qo'yinglar, chiroyli turadi. Endi ko'rsak, 30 keldi, lekin millati hali ham kelmadi. Sabab nimada ekan? Bitta qayta ishga tushib ko'raylik shuni. Balki saqlamay qolgandir o'zgartirishlarimiz. Ko'ramiz. Qayta yoqamiz. Mana o'zi kelmay qolgan ekan, saqlamabdi o'zi. Demak 30 millati bo'ldi. Qolganlarni ham shunga to'g'rilab qo'yish kerak. Qolganlarda katta o'tyapti hali. Yoshi, millati degan joylar katta harflar o'tyapti. O'shani to'g'rilab qo'yamiz. Shuning uchun kelmadi bizda. Ya'ni nomi muhim bu yerda ko'rganlaringizdek chiqmay qolishi mumkin. Nomi to'g'ri bo'lmasa. Endi ko'rsak, mana qolganlarda ham chiqyapti. Mana. Mana shunaqa qilib ro'yxat qilib ko'raversa bo'ladi. Misol uchun Ali ichida 30 o'zbek ekani ko'rsatilgan. 31 o'zbek, 32 o'zbek, mana ko'rtirgansiz shunaqa qilib chiroyli qilib ma'lumotlarni chiqarib ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqa qilib yurib, endi nima qilamiz? Endi filtr bilan ishlashni o'rganamiz. Filtr. Misol uchun aytaylik, mana bu yerda vali deganimiz harfi kichik bo'lib qolgan ekan. Mana bu kichik bo'lib qolgan, ko'ryapsizmi? Keyin mana bu millati degan odatda kichik bilan yozilishi kerak, adashmasam. Kichik bilan ko'rinishi kerak. Xo'sh, biz nima qilamiz? Biz shablonga shunaqa narsa o'qitamizki, mana bu ism degan har doim title bo'lsin deymiz. Ism har doim title da bo'lsin. Mana bu title deb qo'ysanglar, qaranglar. Endi valimiz nima bo'ladi? Shunday yozmasmidi? Ha, to'g'ri. Mana bu belgisi mana bu to'g'ri chiziq bo'ladi. Keyin bu yog'idan filtr yozsa bo'ladi. Filtr. Filtr nima? Bu o'sha Pythondagi metodlarga teng narsa, ya'ni mana shu matn bilan ishlaydigan narsalar. Misol uchun ishlatsak endi mana ali vali har doim katta bo'lib chiqadi. Agar mana shu titleda hozir olib tashlaydigan bo'lsam, qaranglar. Vali deganimiz kichkina harfda chiqadi, ko'rasizmi? Bosh harfi kichik. Agar mana shu filtrni qaytarsak, u katta bo'ladi. Mana, katta harfga o'zgardi. Mana shunaqa narsalar qilsa bo'ladi. Bu title, upper, lower deganlar ham bor. O'sha Pythondagi upper, lower almashtirsangiz bo'ldi o'rnini. Keyin mana bu millati degan kelsak, millati. Millati degan narsa bilan ishlatgan paytimizda, misol uchun buni harflari lower da bo'lishi mumkin. Kichik qilib qo'yish mumkin. Mana hammasining kichik bo'ldi. Mana shunaqa qilib filtrlasa bo'ladi. Xo'sh, keyin yana nimalarimiz bor? Misol uchun qaranglar, bittasini ko'rsataman. Forlarni o'chiramizda. Umuman hammasini o'chiramiz. Qaranglar. Yana bitta narsa bor edi. Users degan. Usersda shuni o'zini chiqaraylik. Mana shunaqa bo'lib chiqdi, ha? Shunday bo'lib chiqdi. Endi qarang. Bunga join degan narsa bor. Join deysizlarda ikkita nuqta qo'yib, mana buni kiritamiz. Misol uchun virgul. Yo'q, virgul emasda, yangi qatorga tushirishmi? Ha, bu yerda u ishlamasdi aytgancha. Join orasiga bir tegini qo'shib ketishimiz mumkin edi, adashmasam. Bu yerda sal xato ishlatish mumkin emasda, u narsani adashmasam. Ko'raychi mayli. Biri. Ha, o'xshar ekan. Mana. Shunaqa narsa qilsa bo'ladi. Ya'ni nima qilib beradi? Join orasiga bir tegini qo'shib beradi va natijada bular yangi qatorga tushib ketadi. Mana. Ya'ni o'sha Pythonda join degan narsa bo'ladi-yu, list bo'lsa, listga yoz. Odatda u stringlar bilan ishlatilardi. String ko'rsatib turib, nuqta join deb turib list qo'yardik. Keyin list har bir elementini orasiga o'sha stringdagi belgini qo'yib, bitta stringga yig'ib berardi join degani. Yig'ishtirib berardi. Hozir bu yerda ham shunaqa ish bo'lyapti. Ya'ni orasiga bir tegini qo'ygan holatda elementlarni nima qilyapti? Yangi qatordan shunday qilib tartiblab beryapti bizga mana. Va shunaqa narsalar qilsa bo'ladi. Xolos, bu yerda ko'p narsalar bor o'rtada. O'rgansangizlar, zo'r narsalar ko'p. Endi nima qilamiz? Endi biz boshqa narsaga o'tamiz. Endi biz sizlar bilan block context extends degan filtrlar bilan ishlashni o'rganamiz. Demak, for the core deysizlar. Ha, if ni ko'rmabmiz aytgancha, blockka shoshmay turaylik unda. If ni ko'rmabmiz. Xo'sh. Nima qilamiz? Xo'p, oddiy misol keltiray sizlarga. Oddiy misol keltiray, kontekstga bog'lanmagan yoki kontekstga bog'laymizmi?
Mayli, kontekstga bog'laymiz. Kontekstga bog'lab if ko'rsatamanda, qaranglar. Misol uchun yoshlarga aloqador ko'rsak mumkin, qaysi variantni ko'ramiz? O'ylanib qoldim. Bitta fikr bor. Random kutubxonasi bor-ku bizda. Randomni o'zi tanlab beradi. Mana bunday qilamiz. From random import choice degan funksiya bor bilsangizlar, tanlab beradi. Bizda variant bo'ladi. Qaranglar. Misol uchun a degan o'zgaruvchimiz bor. Choice chaqiraman. Choice deymanda, no choice emas, rand int chaqirsa ham bo'ladi bu holatda. Rand int ham yetarli. Rand int, ya'ni tasodifiy son generatsiya qildiraman. 1 dan 4 gacha oralig'da. 1 dan 4 gacha oralig'da desak, menimcha 1 ga bormasdan to'xtasa kerak. To'g'rimi? 1, 2, 3 dan bittasini tanlash kerak. Xo'p, endi ko'ramiz bu yoqda. Misol uchun hello html keldikda yozamiz. Ikkita qavs if deymiz. Qaranglar, if else ko'rmoqchimiz biz sizlar bilan. If deyman, misol uchun a ni qiymati teng bo'lsa 1 ga. 1 ga teng misol uchun 1 ga teng bo'lsa, unda yozish mumkin. A ning qiymati 1 deb. Misol uchun mana. A ning qiymati 1. Oddiygina nima mana? Ko'ryapsizlar? Oddiygina narsa yozyapman. Endi ortiqcha qiynaltiradigan, o'ylantiradigan narsa yo'q. Ko'rib turganingizdek. Qaranglar. If yozdik, keyin yana qo'shimcha shart kiritmoqchisizlar, bilasizlar, elif degan narsa bor. Elif bu yerda ham ishlaydi. A ning qiymati misol uchun 2. A ning qiymati 2 deb ko'rsataman misol uchun. Umuman olganda bu sal g'alati bo'lib qoldi. Keyin mayli boshqasi ko'rsatamiz. Misol uchun 1 bo'lganda qizil desin. 1 bo'lganda qizil, 2 bo'lganda sariq desin. 2 bo'lganda sariq. Yana yozamiz. Misol uchun 3 bo'lganda. 3 bo'lganda nima desin? Sariq, qizil, yashil desin, mayli. Yashil. Aks holdachi? Aks holdasi ham bor buni. Agar umuman bular bo'lmasa-chi degan savol bo'lishi mumkin. Bular bo'lmasa, mana bu qolib ketdi. Bo'ldi. Bular bo'lmaydigan bo'lsa, pitagida aytamizda, normal deb qo'ydik. Normal. Endi ko'ramiz natijani. Bizda template error if yozayotgan paytimizda xatolik ketgan deydi. End if qolib ketibdi. Else yozganlik mana burada oxirida end if ko'rsatilishi kerak, ya'ni bular tugaydigan joyi. Bu ham tag. Shuning uchun bunga ham foiz belgisi qo'yiladi. End if. Endi ko'ramiz. Else end if deydi. If looking for one of elif else end if. Shunday bo'lmasmidi? Xo'sh, tak, har biriga qo'yib chiqarmikmiz. Esdan chiqqandir bir joylari. Ko'ramiz. Sal g'alati tuyulyapti. Mana bularni olib turaylikchi. Tak, noma'lum bo'ldi. Qaranglar. Elif bilan ishlashda negadir muammomiz bo'lyapti. Elif qo'shgan paytimizda. Bularni olib turaylikchi. Ishlayapti. Elif ishlayapti. Tak, buni ham olib tursak bo'ladi. If looking for one elif else. Ya'ni ortiqcha end if qo'shma deyapti. Yo'q, bu elif emas deb aytgancha, mana xato. Bu elif emas ekan. Shuning uchun xato bo'lgan. Demak, qaytaramiz bularni. Shunday qilib qo'ysak bo'ldi. Demak, mana bu to'g'ri struktura bo'ldi, to'g'ri sintaksis, ya'ni nimalar bo'lyapti bu yerda. Hozir tahlil qilamiz. Mana yoyib oldim. Qaranglar, dastlab if o'zimiz bo'lgan if shartlari, undan keyin eliflar turibdi, oxirida else turibdi ko'rganingizdek. Bu nima bo'ldi? Demak, if elif else zanjirini qurdik va oxirida mana shu shartimiz tugatgan bildirish uchun end if degan qo'shimcha qolib ketmasligi kerak, shu yodlaringizdan chiqmasin. Endi buni ko'radigan bo'lsak, mana yashil yangilayapman. Qani, boshqa narsa chiqsin.
qotib qolar ekan lekin bu narsa random bu yerga to'g'ri kelmas ekan lekin to'g'risi. Random to'g'ri kelmayapti. Tushunarli. Nimadir o'zgartirib, misol uchun boshqatdan ishga tushirsak, keyin o'sha yangisi kelsa kerak. Lekin random bu yerga ishlatish to'g'ri bo'lmayapti. Mana endi noma'lum. 4 kelib qolyapti nazarimda. 4 kelayotgani uchun noma'lum chiqyapti. Random yerga to'g'ri kelmas ekan, no tushundingizlar. Mana sizlarga shunaqa moslash uchun dinamik sahifa, ya'ni shartlar asosida moslashib ketaveradi. Qizil, yashil, sariq, noma'lum. Mana. Xo'sh, video yozish jarayonini shu yerda yakunlayman. Keyinroq davom ettirmoqchiman. Demak, keyingi qismi kod nima edi? Bloklar yashash haqida bo'ladi. Ya'ni block content, extends, include degan nima edi? Taglarini o'rganamiz buni. Xo'sh, davom ettiramiz. Demak, mana shu joyda to'xtagandik va biz sizlar bilan block content degan narsa haqida gaplashmoqchi edik. Xo'p, block content bu boshlab nima ekanligini tushuntirib beradigan bo'lsam, veb-saytlarga kiradigan bo'lsangizlar, ularda o'xshashliklarni uchratish mumkin. Ya'ni yuqori va pastki qismi ko'p saytlarda bir xil bo'lib chiqadigan. Qaysi sahifalarga o'tasiz, masalan, bir nechta sahifalar aro yurib ko'radigan bo'lsangiz, ularda o'xshashlikni uchratish mumkin bo'ladi. Xo'sh, misol uchun qaysi saytga kirishimiz mumkin? O'zbekiston aholisi juda yaxshi biladigan Kun.uz saytini olaylik. Kun.uz yoki E-maktab.uz. Yo'q, E-maktabda unaqa namuna ko'rsatish sal xato bo'lishi mumkin. Bilmadim, mana Kun.uz sayti misol uchun oladigan bo'lsak, mana sahifa ko'rib turibsizlar. Uni yuqori qismiga e'tibor beringlar va hozir eng pastki qismiga tushamiz. Mana eng pastki qismi mana shunaqa ekan. Xo'p, endi boshqa sahifaga o'tdik mana. Iqtisodiyot dedi. Qarang, yuqori qism o'xshash. Ko'ryapsizlar? Pastga tushsak, pastki qism ham hali ham o'sha holatda turibdi. Misol uchun mana bu sahifaga o'tdik. Bu yoqqa o'tsak, yuqori qism o'xshash, pasti ham hali shunaqa holatda turibdi. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda bu footer va header qism deyiladi. Mana bu yuqori va pastki qismlarimiz bular bir xil. Ya'ni bitta yoziladi. Har safar qayta yozib turmaydi, bir marta yozib qo'yadi va o'rtasidagi kontentni almashtirmoqda. Blok content degani bitta sahifani bir qismini blokka olamizda va o'sha qismdagi kontentni almashtirib turamiz. Qolgan qismlari esa bir xilligicha qolib ketadi. Mana shu narsa blok content deyiladi. Demak, o'rtadagi jarayon o'zgaradi. Yuqori va pastki qismdagi kodlar esa o'sha-o'shaligicha qoladi. Bu blokka olib ishlash. Mana shunaqa narsa hisoblanadi. Demak, endi biz buni hozir ko'ramiz qanaqa ishlashini. Buni sinab ko'rishimiz uchun bizga hello html bilan birga base html kerak bo'ladi. Odatda base deb ishlash aytiladi. Bu narsaga base asosida ishlash, ya'ni asos bo'ladigan sahifani yaratib qo'yiladi. Bu HTML ni odatiy strukturasi bo'lishi mumkin, misol uchun. Kim bu yerda nima bor? Block title degan narsa bor. Block title. Bu nima qilib beradi? Mana bu yerdagi salaqasi, sahifaning yuqorisida chiqqan salaqasi mana bu yerda qarang. Bizda hozir sahifamizda nima yozilgan? Bizning manzilimiz kiritilgan bu yerga. Localhost manzili 127.0.0.1 shunaqa narsa kiritib qo'yilgan. Biz buni o'rniga qanaqadir matn chiqarishimiz mumkin. Misol uchun bu yerda yoziladi block title deb qo'yiladi-da, saloqa va bu yog'iga o'tib turib end block deb qo'yiladi. Bular e'tibor bering taglar, shuning uchun foiz belgisi bilan yozilishi shart. End block. Xo'p, mana birga misol uchun sahifa deb qo'ydim mana. Sahifa ko'rtirganingizdek. Oddiygina yoziga. Endi bu yoqqa o'tamizda mana bu yerda yozaman. Bu yerda qandaydir ma'lumot chiqishi kerak. Nimadir chiqishi kerak. Bu yer mayli blok olinadigan qismi, ya'ni blok content qismi. Mana. Agar bu sahifadan meros olinib, ya'ni shundan nimadir olinib, xullas shu sahifa asosida ishlaydigan yangi sahifa yaratilayotgan bo'lsa, unda o'sha sahifaning kontenti mana shu oralikda chiqarilsin deb belgi qo'yamiz. Block content va end block deb yoziladi. Diqqat qilinglar. Mana. Bu nima bo'ldi? Bu asos bo'ldi. Ya'ni sahifalarga asos bo'lmoqda. Misol uchun mana bu yerda nimadir qo'shaylik. Nima qo'shishimiz mumkin misol uchun? Aytaylik, bu H3 tagida tak bizning asos sahifamiz yoki yuqori qism deb qo'ydik. Mana yuqori qism. Header qism isdan farqi yo'q. Bu joyda bu end blokdan keyin pastga tushamda mana bu yerga misol uchun H3 tagida pastki qism deb qo'ydim. Pastki qism. Mana ko'rdingizlar? Demak, shunaqa qilib qo'ydik. Mana blokdan yuqorida va pastda belgilar qo'yib qo'ydik. Endi bu sahifa chaqirilsa shunday chiqib keladi. Endi mana birga nimadir yozsa bo'ladimi? Albatta yozsa bo'ladi. Nimadir yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun aytaylik, bu content qismi. Mana shunday yozdik. Xo'p, endi bu yoqda hello html. Qaranglar. Bunda nima qilamiz? Bunda mana bu base html dan
Yana shu kodlarni olib kelish uchun biz nima qilishimiz kerak? Dastlab extends degan tekni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu ham tag e'tibor beringlar, foiz belgisi bilan yozamiz. Extends deymizda va qo'sh tirnoqlar ichida, xolos tirnoqlar ichida farqi yo'q. Base html manzilini kiritamiz. base.html. Bu qayerda turibdi? Bu upperda ichida turibdi. Ya'ni template'lar ichidan manzilni kiritmoqdamiz. Upper base html. Mana manzil kiritildi. Bo'ldi. Endi bu o'sha sahifadan olyapti. Endi o'sha sahifaga nima chiqaramiz? Ya'ni o'sha sahifaning kodlarini olib keldi. Endi o'rtada nima chiqaramiz? O'shani ko'rsatmoqchiman. Buning uchun yana blok content yoziladi. Blok content bu yangi content. Misol uchun yoki salom beringlar. Salom blok content. Farqi yo'q, nimadir yozib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin buni end blokni, mana shu blokni tugatish qismini ko'rsatish kerak. Buning uchun end blokdan foydalanamiz. End block. Albatta xato yozib qo'ymanglar. Mana end blok bo'ldi. To'g'ri yozildimi? Ha, to'g'ri yozildi. Demak, mana shunaqa qilib ishlashimiz mumkin ekan. U yoqda block title degan narsa ham bor edi. Yodlaringizda bo'lsa, o'shani ham kiritishimiz mumkin. Shunchaki yozasizlar block title. Content va block title farqi bor. Tushundingizlar nimaligini? Sahifaning boshidagi title va biz chiqaradigan joy. Hozir yaxshilab bilib olamiz. End block. Va o'rtasiga nimadir yozamiz sahifa nomida. Misol uchun salom. Endi bu yozgan viewlarimizni chiqarishimiz kerak. Bular uchun albatta viewlar kerak. Context qismini olib tashlab turamizda, shunchaki view sifatida chiqaramiz. Qani ko'ramiz. Xo'p, hello niki keyin mana bu base view bo'lsin. Hello view bor, bizda base view kerak bo'ladi endi. Base view bu base html da turadi. Base html. Xo'p, davom etamiz. Mana base view ni yaratgan ekanmiz. URL qo'shishimiz kerak endi bunga. Xo'p, URL mana birdan qo'shaman. Base. Qarang, buni base deb ataymiz. Manzilini base bo'lib turadi va mana bu yerdan endi hello view ni yonidan base view ni chaqiramiz. Base view. Mana bu yerda virgul qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p. Base view nuqta s view deb qo'yishimiz kerak. S view. Bunga name teng bo'ladi base. Mana. Shunday qilib yozib oldik. Endi adashmasam xatolik chiqsa kerak. Qaranglar, yangilaymiz. Xo'p, page not found deydi. Bizda bitta xato bor. Bizda bitta xatomiz bor. Hozir ko'ramiz uni. Tak, manzillar shunday chiqib turibdi. Qaranglar, viewda bitta narsa qilib ketganmiz. Hello damidi? Mana shu yerda. Mana bu jinga qas bo'lish kerak. Shu yerda xato ketgan. Tekshiruv payti, dizayn shablon ko'rayotgan paytda mana bu ishlamay qoladi. Ba'zida shunaqa HTML da qilgan kichkinagina xatochi sizni qidirtirib qo'yadi ko'p yerda. Men boya qidirib o'tirdim, qayerda xato qilgan ekanman deb keyin topildi bu narsa. Endi tak, bu chiqmayotganning sababi mana bu upper yozgan ekan, boya bitta sinovlarni. Base deb yozamiz endi. Mana base deb yozsak, mana bu chiqadi. Yuqori qism, bu content qismi, bu pastki qismi, boyagi narsalar. Endi qaranglar. Shu narsani bo'sh qoldiraman. Base ni o'chirdim-da, kirdim. Kirsam, salom blok content. Mana. O'zgarish yo'q. Endi bu narsani hozir sizlar yaxshilab tushunib olishingiz uchun boyagi kunuzdagi kabi navbatcha qilishimiz mumkin. Yuqori qismiga nimadir chiqarib qo'yamiz va sahifalar aro o'tishni ko'ramiz sizlar bilan. Hozir ko'radiganimiz ham muhim narsa. Xo'sh, Jinja 2 shablonida URL'larda qanday ishlatish kerak? O'shani ko'ramiz sizlar bilan hozir. Demak, base qismida bitta o'zgartirish kiritsak bo'ldi. Yuqori qism degan joyini o'zgartiraman. Qayerda buni o'chiramizda. URL deymiz. Yo'q, URL emas. UL demoqchi edim. UL ya'ni tartiblanmagan ro'yxatni chaqirib olamizda va list itemlar sifatida 8 tegini qo'shamiz. Endi mana bu yerda JNQS ochib, ikkita JNQS URL deb yozadi, adashmasam, URL deb turib bir tirnoqlar ishlatamiz. Sababi ikkita qo'sh tirnoq ichirganimiz uchun bir tirnoqdan foydalanish kerak va nomni kiritamiz. Xo'p, bu hello niki bo'lsin misol uchun yoki base mi? Mayli, base. Base deb qo'ydim. Keyin mana bu yerga base deb qo'yamiz. Endi nusxalaymanda mana bu hello niki bo'lsin. Hozir nimaga bunaqa yozilganini tushuntirib berman sizga. Nimaga bu yerga HTML ko'rsatilmadi-yu, name yozilyapti hello. Qaranglar. Bu yerda biz URL pattern qo'shdik, URL pattern qo'shdik. Mana bu name degan narsa shuning uchun edi.
o'sha shavlini ichida, masalan, mana bu base ni ko'rsak, mana shu template ga yo'naltiradi. Ya'ni mana shu view ga yo'naltirib beradi. Yoki hello ni tanlasak, mana shu pass, ya'ni mana shu passdagi view ga yo'naltiriladi. Xullas, mana shunaqa narsalar uchun edi biz ko'rgan narsa. Bo'ldi, biz mana bu yerda base da bu narsani ko'rsak, hello da ham avtomatik kichik bir narsa chiqadi. Sababi nima uchun? Sababi biz base dan olyapmiz taglarni. Endi bu yoqda ko'radigan bo'lsak, yangilasak, bizda template syntax error base from URL base deydi. Template da xato bor deydi. Qayerda xato ketibdi ko'raylikchi. Odatda shunaqa yozardik, URL deb turib, hello base deb qo'yardik. Xatom sababi nima ekan? Follow link deydi. Ruxsat beraylikchi. Bu nima ekan? Menimcha keraksiz nimadir. Nimadir ochib bermoqchi bo'ldi o'sha shekilli. Hrefni ichida odatda URL shunaqa yozilardi. Yana nimadir bormidi? URL sochim mana bunaqamikin. Eslolmayapman bunaqa narsani hozir. Tak. Yoki qasdada qo'yarmikanmiz? Text sifatida. Ko'raylikchi. Ikkita qas qo'yganimni eslayman adashmasam. Yo'q, shunaqa ekan. Bu text sifatida qaralar ekanda, bu nima edi? O'zgaruvchi yoki bunaqa qiymat emas-ku. Shuning uchun bunga text sifatida qarar ekanmiz. Tag bo'ladi, URL degan tag ekan. Xo'p, base degan narsa, hello degan narsa bormi? Ko'rib tursa, mana burada ketma-ket chiqib qoldi. Bular alohida chiqishi uchun bularni alohida lilarga ochish kerak. Bitta list itemga qo'yib bularni. Yana bitta li ochamiz va qo'yamiz. Endi ko'rsak, ketma-ket chiqadi. Ketma-ket chiqmagan sababi nima bo'ldi hozir? Bittasi chiqib qoldimi faqat? Endi chiqdi mana. Endi yangilashib olibdi. Xo'p, mana base hello. Ko'rdingizmi? Base ga bossak, base ga o'tamiz. Hello ga bossak, hello ga o'tyapti. Qanday bilyapsiz? Mana burada salom blok content. Hello ga bosganda salom blok content chiqadi. Base ga bosganimizda bu content qismi deb chiqyapti mana. E'tibor bering, pastki qism o'zgarmayapti. Mana bu yuqoridagi qism o'zgarmayapti. Mana shuni base view bilan ishlash deyiladi yoki base shablon qilib ishlash deyiladi. Mana asosi bor, o'rtada o'zgaradigan qismi bor. Mana shuni blok content qilib ishlash deyiladi. Bu qachon kerak bo'ladi? Buni boya ko'rdingizlar, kun o'z misolida. Sahifadan sahifaga o'tyapti, lekin yuqoridagi qismdagini pastdagi kodlarni o'zgartirish kerak emas. Bularni qayta-qayta yozib o'tirmaslikni oldini oladi bizlarda. Yoki mana bu HTML ni shabloni, yuqori qismini qo'yilgan, head qismidagi mana bu doctype HTML bu kodlarni takrorlab o'tirishimiz kerak bo'lmayapti. Mana shu sababli. Xo'p, davom ettiramiz. Endi ko'radiganimiz statik fayllar bilan ishlash. Ya'ni mana shu sahifada ko'rib turganlaringizni nisbatan chiroyliroq holatga keltirishni ko'ramiz. Misol uchun mana bularni yonma-yon qilib, tugmacha holatiga keltirib, bir chiroyliroq qilishlarni o'rganamiz. Xo'p, ketdik. Mana statik fayllar bilan ishlash. Statik fayllar nimaligini dars boshida eslatib o'tdim. Ular qotib turadi. Deyarli o'zgarishlarsiz turadigan fayllar bo'lgani uchun ularni statik deb ataymiz dedik. Xo'p, papkamiz mana bu upperda ichiga statik degan papka yaratamiz. U ham shunaqa bo'ladi. Statik deb yaratiladi va ichiga appni nomidagi papka yaratiladi. Upperda ichiga esa misol uchun CSS fayllardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, endi bu ixtiyoriy. Agar CSS fayllaringiz bo'lsa, CSS degan papkaga, JavaScript fayllaringiz JS degan papkaga, boshqa papkani shunaqa qisqartma nomli papkalarga yig'ib, bir joyga yig'ib qo'yish tavsiya qilinadi. Yo'q, xohlasangiz unaqa kerak emas desangiz, aralashtirib tashlashingiz ham mumkin papka yaratmasdan. Bu ixtiyoriy. Yo'lni ko'rsatish, o'zingiz bilasiz bu narsalarni. Men CSS degan papka yaratib qo'yaman. CSS. Va uning ichiga CSS faylimni yozamiz. style.css fayli. Endi bunga kod yozib ko'ramiz. Base HTML da. Base HTMLdagi elementlarga nisbatan yozib ko'raman. UL tagiga CSS qanday bo'lsin? UL ni o'zini stili bor, o'sha stilni olib tashlaymiz. Ya'ni qaysi mana bu nuqtachalarni olib tashlash kerak deb ko'ramiz. List style degan narsa bor. Shuni non qilib qo'ysak bo'ldi. Mana bu narsalar o'chib ketadi va hali o'chmaydi. Bizlarni to'g'ri bog'lanish qilmadik. Agar o'chishini ko'rmoqchi bo'lsangizlar, nima qilamiz? Keyin bog'lab ko'ramiz. Buni bog'lash uchun nima qilish kerak endi? Bog'lash uchun base degan qismga kelamizda, mana bir yuqorisida mana birlarda bunda farqi yo'q adashmasam. Bu ham tag e'tiboringlar. Load degan kutubxonalarni yuklovchi tagi bor. Load static degan modulni yuklaymiz. Load static shuni yuklaymizda. Keyin mana burada add nima edi? Link degan tag bor. CSS faylini chaqirish uchun o'sha yerga manzilni ko'rsatamiz endi. Tak, bu ham foiz belgilarda bo'ladi. Demak, static deb ko'rsatiladi. Keyin mana birga manzil kiritiladi. Misol uchun upperda ichidagi style CSS fayli
style CSS mana. Mencha shunaqa bo'lardi. Endi ko'radigan bo'lsak, CSSimiz kelmadimi? Load static. Bitta yangilab ko'raylik. CSS kodlarimiz kelmayapti. Sababi, manzil noto'g'ri. Upperdan keyin CSS degan papka bor ekan. Mana upperdan keyin CSS papkasini ko'rsatdik. Mana endi o'chdi mana. Nuqtachalari ketdi. CSS faylimiz keldi mana, bog'landi. Endi stillashni davom ettiramiz. Bunga yana nima qo'shish mumkin? Yonma-yon qilish uchun display flex dan foydalanishimiz mumkin. Display flex. Qiladigan bo'lsak, bular yonma-yon chiqib qoladi. Orasini ochish maqsadida justify content degan narsa bor edi. Misol uchun center qo'yib ko'rsak nima bo'ladi? Men markazga olib kelar ekan. Keyin space around degan narsa bo'lardi. Mana, orasini ochib qo'ydim mana hello bilan base'da. Mana shunaqa qilsa ham bo'ladi. Endi nima qilamiz? Endi lilarga o'tsak yoki a tagiga o'tsak bo'ladi. A tagiga kelganimizda uni tugmacha qilishga qilib ko'ramiz. Dastlab uni text decoration'ini o'chirish kerak. Text decoration none. Albatta bu narsani yaxshi tushunish uchun sizni CSS dan xabaringiz bo'lishi kerak. Pastdagi narsani olib tashlaydik mana. O'zgardi. Endi uni colorini o'zgartirib ko'ramiz. Color white bo'lsin. Color white, background color misol uchun blue bo'lsin. Mana shunaqa bo'lib qoldi. Tak, yana tugmacha bo'lishi uchun misol uchun padding degan narsa bo'lardi. Padding bu hozir top qismidan yuqoridan 15 piksel. No, shu yerda background colorni olib tashlab tura qolaylik. 15 piksel bo'lsin-da, qaranglar. Hozir bitta idea kerak bizga. Padding bottom bo'lsin. Padding bottom 15 piksel. Border bottom 2 piksel solid red desak qanday bo'lar ekan? Mana shunaqa bo'lib qoladi, ko'rdingizmi? Endi matn rangi shart emas, qora bo'lib turaversin. Qora deb ko'rsatish kerak axir. Axir ko'k rangli bo'ladi-ku bu. Black deb qo'yaman. Endi ko'rsak, mana qora rangda shunaqa bo'lib qoldi. Paddingimiz juda oshib ketibdi. 5 piksel bo'lsin-chi? Mana bu bo'ladi. Mana shunaqa holatga keldi, mana ko'rib turibsizlar. Tak, endi tanlangan narsasini qo'shishimiz mumkin. Misol uchun, kirilganini bildirib turish uchun. Bunga siz active degan klass qo'shib berishingiz mumkin. Active sinfi nuqta active. Active deymizda, active bo'lgan paytida nima bo'lsin? Active degan paytida tagi chizib tursin. Shunaqa narsa qo'yish mumkin yoki tagidagi chizig'i o'zgarsin. Border color active bo'lgan paytida nima bo'lsin? Misol uchun blue bo'lsin. Mana active sinfi qo'shilganda. Endi buni qo'llab ko'ramiz. Xo'p, biz tak aktivda ishlatishimiz uchun qanaqa edi? Bunga hozir boshqacha narsa qo'shish kerak. Script nimadirlar kerak bo'ladi. Bizni qayerda turganimizni aniqlaydigan. Bu narsa sal hozir murakkabroq qilar ekansan. Ba'zi boshqa narsalarni tushuntirib berish kerak bo'ladi. Aktivda qo'shmay tura qolaylik mayli. Biz nima qilamiz unda? Biz A ga hover qo'shib tura qolaylik hozircha. Qiziqishga sizlarga. Hover. Hover nima qilib beradi? Misol uchun background color'ini red qilsin. Color'ini white qilsin. Mana ko'rasiz hozir hover nima qilishini. Ustiga bordimi? Mana. Mana shunaqa bo'lib qoladi. Kelib biroz cho'zaylik mayli buni. 5 piksel bo'ldimi? O'ng tomondan tak top. Hozir bu bottomniki albatta. Bottomniki. Bizga paddingni chaqiramizda padding left. Padding left bizda 20 piksel bo'lsin. Padding right esa padding right esa 20 piksel bo'lsin bugun. Ko'ramiz. Ana endi sal cho'zildi tugmalarimiz. Ustiga bossak mana bunaqa bo'lib qoladi. Xo'p, keyin endi top qismidan ham, yuqori qismidan ham biroz beramiz. Padding top 5 piksel. Mana bu bo'ladi. Mana shunaqa holatga keldi. Buni animatsiya qilish ham mumkin. Misol uchun, qayerda beradi buni? Transition degan narsasi bo'lardi. Kisa all deb qo'yarmidi? Shag'roq edi. Mana shunaqa narsalar ham bor.
ranglar o'zgarish payti. Chunki buni boshqasi ham bo'ladi. 2 sekund tak 0.5 sekundda color o'zgarsin. 2 sekundda background color o'zgarsin. Mana. Endi ko'rsak, mana bunday bo'ladi. Yo'q, o'xshamas ekan bu. Alohida berishni o'xshata olmadim. 2 sekundda color shunaqa qilib bersa bo'ladi, xullas, shunaqa narsalar ham bor. Ko'rsak. Bo'laveradi, yomon emas. Demak, base qilsak, mana basedamiz, hello qilsak, mana hello-damiz. Bilinib turishini xohlasanglar, bu yerda yana nimadirlar qo'shib qo'yishlar mumkin. Xullas, mana shunaqa qilib statik fayllarni ham ulasa bo'ladi. Mening maqsadim shu statik fayllarni ishlashni ko'rsatish edi. Mana asta-sekin sahifamizga dizayn olib kirishni boshladik. Biz bunaqa CSS da ko'p ishlaymiz. Hozircha statik fayllar bilan ishlashda namuna ko'rsatish uchun CSS fayl bilan ishlashni ko'rsatdim. Biz ko'proq mana bu base HTMLimizga nima qilamiz? Bootstrapni chaqirib qo'yamiz link orqali. Bootstrap chaqirib qo'yamizda keyin Bootstrapni bosamiz u yog'iga. Bootstrap stilida. Bootstrap qanaqa bo'ladi? Bootstrap qidirib ko'rish mumkin. Bootstrap 5 misol uchun mana shunday ishlaymiz. Mana Bootstrap 5 degan. Mana bu Bootstrap 5. Mana bu saytning dizayni ham shu Bootstrap 5 da qilingan adashmasam. Buni bilmadim. Har xil narsalari bor. Tayyorda bunda hamma narsa tayyor turadi. Ko'p narsalar bor. Contents, xullas, bu yerdan ham ancha narsa topishimiz mumkin. Introduction boshlab olishlari ekan. Qayerda edi? U yaxshi narsa, layoutlar, misol uchun mana grid tizimi, mana bunaqa narsalar chiqarishlar mumkin. Xullas, ko'p narsasi bor Bootstrapda. Biz asta-sekin shu Bootstrapga o'tamiz keyingi darslarimizdan. Hozircha esa mana statik fayllar ulanishi ko'rsatildi. Sizlarga templatelar, shablonlarda mana shu Jinja 2 shablonini qo'llashni ham ko'rdik sabray bilan. Ko'rib tursa, taglar, filtrlar bilan tanishdik. Upper, lower, title degan shunaqa narsalar bor dedik. Mana block, end block shunaqa narsalar ham ko'rdik. Mana block content, block title. Keyin buni sezinglarmi? Block title o'zgarganini? Mana qaranglar, yuqorini ko'ramiz hozir. Mana bu yerda kirsak, hozir mana base ga kirsak, nima qilyapti? Sahifa deydi. Hello ga o'tib ko'ramiz. Hello ga o'tsak, salom deyapti. Mana ko'rdingizmi? Yuqori qismi o'zgaryapti mana. Yaqlashtiraman. Mana bu yerdagi narsa salomga o'zgaryapti. Base ga bossak, mana sahifa. Mana shu block title degan narsa shunigina o'zgartiradi. Mana shunaqa narsalarni ham ko'rdik. Block content esa mana bu yerdagi narsani o'zgartiradi. Buni ham ko'rdingizlar. Pastki qism bizda shu qoldi. Base da nima turgan bo'lsa, o'sha narsa bo'yicha qolib ketdi. Biz faqat mana bu yerni o'zgartirish uchun qilib ko'rdik. Xullas, shunaqa narsalar bor. Keyin yana nimasi bor edi? Buni endi tilda aytib keta qolay. Buni ortiqcha ko'rsatib o'tirgim kelmayapti. Bilamizki, veb-saytlarda reklamalar bo'ladi, reklamalar. Sahifadan sahifaga o'tganda reklamalarni ham o'zgartirishingiz mumkin xohlasangiz. Mana bu yerda sidebar degan narsa qo'shib qo'yib, mana bu tomondan narsani o'zgaruvchan qilib qo'yishingiz mumkin. Bir sahifadan boshqasiga o'tganda bu yerdagi sidebar o'zgarsin deb shunaqa narsa qo'ysa bo'ladi. Blok sidebar. Shunaqa narsalar bor edi. Xullas, agar yanada ko'proq narsa bilmoqchi bo'lsangizlar, Django Jinja 2 deb qidirib ko'rsangizlar, mana bu yerda Django template backend deydi. Jinja 2. Mana shu yerdan ko'proq narsa topish mumkin. Jinja 2 haqida. Shu yerlarni qiziqib ko'rishda maslahat berardim. Source code for Django templates backend Jinja 2 deydi. Jinja 2 ni orqa tarafdagi kodlari deydimi? Templates mana bu yerda bo'lsa kerak adashmasa mana templates. Bu yerda ko'rsatib qo'yibdi mana qanday ishlatishlarni, nimalari borligini shu yerdan bilib olsanglar bo'ladi. Xullas, buguncha mana shu narsalar edi ko'rmoqchi bo'lganlarimiz. Keyingi darslarimizda yana ham ko'proq narsa ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Buguncha mayli yetar shu yergacha ko'rganlarimiz degan fikrdaman hozircha. Hali yana boshqa videolarni ham olishimiz kerak bo'ladi. Xullas, keyingi darsda ko'rishguncha